Germaniyada stomatologlar necha pul topadi va kun davomida necha soat ishlaydi? Bu singlimiz Andijondan Germaniyaga kelib 3 yildan beri shu sohada ishlab kelyaptilar. Hozir savollarimizga javob olamiz. Birinchi savol: stomatologlarning kun soati necha soat bo'ladi kun davomida? Odatda stomatologlar Germaniyada 7 soat va 8 soat oralig'ida ishlashadi. Shanba, yakshanba esa dam oladi. Xo'p, men siz tanishingizman. Siz meni stomatolog tanishimsiz, to'g'rimi? Men hozir sizga borsam, tekinga meni tishimni to'g'rilab qo'yishingiz mumkinmi? Afsuski, Germaniyada tanish bilishchilik yo'q. Siz meni oldimga keladigan bo'lsangiz, sizni tishingizni tekinga davolay olmayman. Eng asosiy savol: stomatologlar necha pul oylik oladi? Ya'ni naloglarsiz alohida qo'liga tegadigan oyligi necha pul bo'lishi mumkin? Germaniyada stomatologlar oyligi 4000 yevrodan baland bo'ladi, lekin bu qaysi yo'nalishda ishlashingizga qarab ham belgilanadi. Agar implantat qiladigan bo'lsangiz, balandroq oylik olasiz. Agar operatsiya qiladigan bo'lsangiz, undan ham baland oylik olishingiz mumkin. Stomatolog hijobli qiz sifatida Germaniyada ishlashi qanday deb bilasiz? Germaniyada hijoblimiz, hijobsizmisiz, buni umuman aloqasi yo'q. Siz hijobli bo'lsangiz ham bemalol ishingizni qilishingiz mumkin.